Biz hozir Soyuzburt 2010dan foydalanib bir sisteminiki bir sistema deganning o'zi bir ma'lum bilan sistemalashgan yoki sistema deymizga yoki qiliblashtgan yoki muntazam deganlikcha bir kompyuter mukammal bo'lgan bir kompyuter sistemasiniki oddiy bo'lgan bir grafik loyihasini harakatchan yo'linish holatda tuzib boqaylik. Xo'sh, endi biz matematik samkular mana uchrataylik. Endi biz bu yerga nima qilamiz degan vaqtda endi batninki taktini o'rlashtirdim. Mana shu ichidan batning taktini mandaran ram bo'lsin. Andan keyin bu yerga yana xat yozamiz. Sharonjini matematik samkasini o'zimiz birdan-bir quramiz. Tik samkasini jek quramiz endi maqatim. Buni birini bosdik, mouse manda o'zgardi. Mana birini chek qo'yib turib kompüter sistemi tabi yazalım. Makat oturtu oradan ondan başlansın.